kelibsiz kiber himoyachilar. Siz har haftalik kiber xavfsizlik yangiliklariga ulangansiz. Biz shovqinlarni chetlab o'tib, raqamli dunyoda yashiringan haqiqatlarni ochib beramiz. Birgalikda nima sodir bo'lganini, nega bu muhimligini va o'zingizni qanday himoya qilish kerakligini bilib olamiz. Birinchi yangiligimiz o'tgan haftada gaplashgan Medusa ransomware hisoblanadi. Tasavvur qiling, bir kun kompyuteringizni yoqsangiz, barcha fayllaringiz bloklangan va sizdan pul talab qilishmoqda. Aynan shunday vaziyatni Medusa ransomware yaratmoqda. Ushbu hujumchilar kasalxonalar, maktablar, advokatlik firmalari va boshqa muhim xizmatlarga hujum qilib, ma'lumotlarni shifrlashmoqda va to'lov amalga oshirilmasa, maxfiy ma'lumotlarni internetga oshkor qilish bilan tahdid qilishmoqda. Bunday viruslar odatda phishing, ya'ni soxta elektron pochta xabarlari orqali tarqaladi. Ehtiyot bo'ling, kelgan har qanday havolaga bosish xavfli bo'lishi mumkin. Keyingi voqeamiz Salt Typhoon kiber josusligi. Verizon, AT&T, T-Mobile kabi yirik AQSh telekommunikatsiya kompaniyalariga qilingan katta kiber hujumda 1 milliondan ortiq odamning qo'ng'iroq ma'lumotlari o'g'irlangan. Bu hujum ayniqsa Washington shahridagi muhim shaxslarni mo'ljallab amalga oshirilgan. Hatto huquqni muhofaza qilish organlarining tergov uchun ishlatadigan maxfiy tizimlari ham zarar ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu oddiy maxfiylik masalasi emas, milliy xavfsizlikka tahdid hisoblanadi. Eng ishonchli tizimlar ham xavfdan xoli emasligini unutmang. Endi sizga kiber xavfsizlik tarixidagi eng mashhur va eng xavfli hakerlik amaliyotlardan biri haqida hikoya qilaman. Bu voqea SolarWinds deb nomlangan IT kompaniyasi atrofida sodir bo'lgan. Bu kompaniya minglab boshqa tashkilotlarga tarmoq monitoringi uchun dasturiy ta'minot, ayniqsa Orion platformasini yetkazib bergan. Ularning dasturi davlat idoralari va yirik kompaniyalarda o'rnatilgan edi. Tasavvur qiling, bu dastur tizimlarning yuragida joylashgan edi. Hakerlar taxminlarga ko'ra Rossiyaga aloqador Cozy Bear guruhi SolarWinds tizimiga maxfiy tarzda kirishgan. Ular Orion dasturining yangilanishiga zararli kod joylashtirishgan. Bu yangilanishni minglab kompaniyalar avtomatik tarzda o'rnatib olgan va aynan shu orqali hakerlar dunyo bo'ylab minglab tizimlarga kira olishdi. Bu hakerlik amaliyotining nomi esa Sunburst. U foydalanuvchining tizimida yashirinib yurdi va asta-sekin maxfiy hujjatlar, email yozishmalari va ichki ma'lumotlarni hakerlarga yubora boshladi. Jabrlanganlar ro'yxatiga AQShning mudofaa, adliya va moliya vazirliklari, Microsoft, FireEye va boshqa ko'plab xalqaro kompaniyalar ham kiradi. Bu voqea bizga quyidagi saboqlarni beradi. Eng ishonchli dasturiy ta'minot ham hakerlar nishoniga aylanishi mumkin. Tashqi devor emas, ichki dasturlar ham xavfsizlik nazoratida bo'lishi kerak va yetkazib beruvchilar, ya'ni supply chain xavfsizligi bu bugunning eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Demak, eng katta xavf har doim ko'zga ko'rinadigan joydan kelmasligi mumkin ekan. Endi esa Kaspersky laboratoriyasi haqida gaplashamiz. Bir vaqtlar dunyo bo'ylab ishonchga ega bo'lgan kiber xavfsizlik kompaniyasi yaqinda AQSh va Avstraliya tomonidan taqiqlab qo'yildi. Ular kompaniyani Rossiya hukumati bilan hamkorlikda josuslikda ayblashmoqda. Bu voqea bizga bir narsani eslatadi. Xavfsizlik dasturlarining o'zi siyosiy ta'sir ostida bo'lishi mumkin. Sizni himoya qilayotgan dastur ortidagi shaxslarni ham aniq tekshirishingiz kerak. Kiber hujumlar yanada xavfli tus olmoqda. Endi hakerlar sun'iy intellekt yordamida yanada murakkab hujumlarni amalga oshirishmoqda. Bu haqida ham o'tgan hafta gaplashgan edik. Sun'iy intellekt yordamida tuzilgan phishing xatlari haqiqiy elektron xatlardan farqlanmaydi. Zararli dasturlar esa yanada aqlli va aniqlanishi qiyinroq bo'lmoqda. Qisqa qilib aytganda, hakerlar yanada tez va aqlli bo'lib bormoqda. Siz ham himoya tizimlaringizni doimiy tarzda yangilashni unutmang. Bilarmidingiz, uyingizdagi aqlli qurilmalar ham sizga qarshi ishlashi mumkin. Kiber jinoyatchilar xavfsizlik kamerasi, termostat, hatto muzlatgich kabi hayotiy qurilmalarni ishlatib tarmoqlarga kirishmoqda. Bundan tashqari ular yetkazib berish zanjirlariga hujum qilib, kichik kompaniyalar orqali yirik korxonalarga kirishga harakat qilishmoqda. Sizning printer yoki kofe mashinangiz tarmoqdagi eng zaif bo'g'in bo'lishi mumkin. Internetga ulaydigan qurilmalaringiz xavfsizligiga jiddiy yondashishingiz kerak. Global miqyosda ham tahdidlar oshmoqda. Europol Rossiyaning jinoyatchi guruhlar bilan hamkorlikda Yevropa davlatlaridagi infratuzilmani beqarorlashtirish maqsadida kiber sabotaj hujumlarini amalga oshirayotganini ma'lum qildi. AQSh saylovlaridan keyin esa Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya kabi davlatlar tomonidan amalga oshiriladigan kiber hujumlar ko'payishi mumkinligi haqida ogohlantirishlar
yangramoqda. Kiberxavfsizlik faqat texnologiya emas, bu geosiyosiy kurashning bir qismiga aylanib bo'lgan. Bu hafta uchun sizning batafsil kiberxavfsizlik hisobotlaringiz. Hushyor bo'ling, parollaringizni murakkablashtiring, dasturlaringizni muntazam tarzda yangilang va xabardor bo'ling. O'z xavfsizligingizni ta'minlash uchun kanalga obuna bo'ling, chunki raqamli dunyoda eng yaxshi qurolingiz bu bilimdir. Kelgusi dasturimizgacha aqlli harakat qiling, ehtiyotkor bo'ling va raqamli hayotingizni xavfsiz saqlang.